Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun mana bu kanaldagi ikkinchi videoyim va judayam xursandman, chunki hamma videolarimni telefonimda montaj qilaman, kompyuterimda montaj qilaman, lekin telefonimda videoga olaman. Oxiri qaror qildim, men kamera olishim kerak. Kamera oldim. Men sizlarga hozir ko'rsataman. Judayam xursandman, chunki eng xohlagan kameramni oldim. Allohga shukr. Bu meni eng xohlagan kameram bu DJI Osmo Action 6. Shunaqa deydimi o'zbek tilida? Hali men raspakovka qilganim yo'q, chunki sizlar bilan raspakovka qilmoqchiman. Kecha oldim buni. Xudoga shukr. Chunki bu kamerani o'tgan hafta olmoqchi edim, lekin pulim yo'q edi. Lekin oldim. Короче, cho'ntagim quridi. Lekin yaxshi kontentlar qilamiz degan umiddaman. Judayam xursandman borib. Ichini ko'ramiz nimalar borligini. Adventure Combo degan kombosi bor. Bunda 3 ta batareyka bor, kamera keladi, keyin tripod. Sizlar bilan hammasini ochib ko'ramiz. O'rtoqlar, mana meni yangi kameram. O'rtoqlar, bu 3 ta batareykasi kamerani 1, 2, 3. 3 ta batareyka bilan keladi. Keyin men bu charging case bilmadim. O'sha batareykalar shotdan zaryadka oladi. Fancy. Mana bu palochkasi bor. O'rtoqlar, sizlar bilan kameramni raspakovka qilib bo'ldik. Endi hozir men buni yoqib, batareykasini qo'yib, setup qilaman. Keyin shu kamerani orqali video olishni boshlaymiz. Biz hozir xususiy bilan xarajatimizni qilib bo'ldik. Endi qolgan narsalarni avjidan olamiz, chunki sabzavotlar arzonroq. Bitta o'zimizga kerakli narsalar. Kameram o'chib qoldi. Qo'shimcha batareykasini olish shundan chiqib qoldi. Короче, да. Telefonda kunimiz qoldi. Bu molda shunaqa zo'r brendlar bor. Dolce & Gabbana hammasi shu. Bekor kameram o'chib qoldi. Eng yomon narsa shu. O'zi bildim, obasamni qolgan batareykalarimni ham dedim. Menga yetadi deb o'ylaman. Yo'q, yetmas ekan. Maza qilib anaqa video oldim. Telefondan anchani qaradi, bu qulayroq.
O'rtoqlar, biz uyga keldik hozir. Kameramga batareykasini qo'yib bo'ldim. O'zligim esinglarda bo'lsa, aytuvdim katta ozgina anaqa to'g'rilattirishim kerak deb kiruvdik anaqa o'zinglar sotadigan joyga to'g'rilab berasizlarmi desak, mana bunaqa berishdi. Kesishdi o'rniga. O'zingni kesishmadi-da, mana bunaqa o'rnatib berishdi. Вообще бесплатноga qilib berishdi, тем более bepulga qilib berishdi. Вообще xursand bo'ldim, chunki kesishmadi-da, o'zingni anaqa nima deydi, asl holini buzishmadi. Endi katta emas. Hozir endi juda ham chanqadim. Biror narsa muzday narsa ichaman-da, ozgina dam olib, keyin ujinga harakat qilishim kerak. Bugun salat qilaman. Ovqat qilmayman bugun. Tovuqli salat qilaman. Tovuqni barib pishirishim kerak. Xo'p, ovqat qilar ekanman ujinga yana. Ketdik. Xullas, o'rtoqlar, biz hozir keto diyetadamiz. Bu birinchi marta emas, men keto dietada bo'lishim. Oldin ham qilganman bu diyetani. Juda ham yaxshi ozishga. Tez ozmoqchi bo'lsa, odam keto diyeta qilish kerak, lekin to'xtatganinglardan keyin kaloriyani anaqa короче boshqarmasalaring yana semirib ketasizlar. Любой dietada shunaqa, agar to'xtatgandan keyin kaloriyani boshqarmasalaring semirib ketasizlar. Xullas, уже har kuni ovqat qilishni boshladim endi, chunki Xitoyda keto diyetaga mos ovqat yo'q ko'chada. Steak yesiz bo'ladi, lekin nimadir qo'shib yeyishingiz kerak, to'g'rimi, steak bilan. Короче, shunaqa. Har kuni ovqat qilyapman, shunaqa charchadim. O'zi ovqat qilishni rosa ham yaxshi ko'raman, lekin nima deydi? Har kuni qilaversangiz ham ovqat charchab ketar ekansiz, borib. Oldin ovqat qilmagan paytimda qilgim kelmasa ovqat, anaqa oldin ovqat qilgim kelmasa, bemalol ko'chadan zakaz qilib yurardik-da. Lekin hozir iloji yo'q, chunki keto diyetadamiz. Shunaqa gaplar. Chips yemaysiz, shunaqa narsalar yemaysiz. Keto diyetaga bog'liq chipslar bor, o'sha ketoni o'ziniki. Lekin juda ham qimmat Xitoyda. Misol Amerikada $5-6 bo'lsa, Xitoyda $25-30 boradi. Shu qimmat-da. Shuning uchun undan ko'ra chips yemayman. Boshqa narsa yagadalar yesangiz bo'ladi. Lekin mevalar ham yeyish mumkin emas-da. Yagadalar bo'ladi, lekin qo'lpinoy, boshqa nima malina shunaqa narsalar. Bu meni obedim. Qaranglar, qanaqa tarelkada. Bu yerda anaqa unsiz anaqa non keto diyetaga yaxshi. Tofu, keyin mol go'sht. Xullas, shu bizning obedimiz.